har kuni ertalab uyg'onamiz. Kimdir og'ir mehnatga shoshadi, kimdir ofisga, kimdir esa biznes tashvishlari bilan kunni boshlaydi. Barchamizning harakatimiz bitta narsa uchun, rizq uchun. Ammo rizq faqat pul yoki mol dunyo emas. Rizq sog'lik, rizq xotirjamlik, rizq yaxshi farzand, rizq ota-onaning duosi. Va yana shunday bir rizq borki, uni qalb butun umr sog'inib yashaydi. Bu Ka'bani ko'rish rizqi. Bu Madina-i Munavvarada yurish rizqi. Bu muqaddas maskanlarda ibodat qilish rizqi. Har kim ham bu ne'matga erisha olmaydi. Chunki umra oddiy safar emas, bu Yaratganning maxsus chaqirig'idir. Bugun rizq ortidan mehnat qilayotgan barcha insonlarga shu ulug' rizq ham nasib etishini tilab qolamiz. Yaratgan barchamizga muqaddas haramlarda ibodat qilish, qalbimiz orziqib kutgan manzillarga yetishni nasib qilsin.